Assalomu alaykum, bizni ko'rib borayotgan do'stlar, bu galgi obyektimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Mokri profildan bo'lgan, bu ham Akfa Neodan chiqqan. Hop, derazalar qanoti o'sha ispannitel qanotdan, baquvvat yaxshi qanotdan, ruchkalari ham o'sha burab ochadigan ispannet qo'yilgan. Padagonniklari bor, tosh padagonnik, mramor qo'yilgan. 40lik padagonnik qo'yilgan. Aksariga faqat bir dona mana shu yerga 35lik padagonnik qo'yilgan, chunki buni devori kichkinaroq bo'lgani uchun. Eshiklarimiz bir qanotli eshiklar. Mana shunday holatda ichkaridagi holatlarini ko'rsatamiz. Bu yerda ustalar hali ishlayapti, shuning uchun instrument narsalar ko'p. Hop, mramor padagonnik mana juda baquvvat bo'ladi. Bizdagilar endi ko'proq plastmassa padagonnikni issiq narsa qo'yib, kuydirib, yomon qilib qo'yayotgan sababidan tosh padagonniklarga o'tilyapti. Tosh padagonnik qo'yilgan. Qirralari o'sha sayqallangan bo'lardi. Odamga bu ziyon keltirmaydigan, bezarar. Ruchkalari ham yaxshi. Bu tomonimizda yana bitta xonamiz bor. Mana o'rta pechkadan o'tib olsagan bo'ladi, hali qo'yishmagan. Hali bu yerlarga svitlar o'rnatilmagan. Shunday holatda. Oynalar 2 qavatli oyna bular, hammasi. O'rtadan bitta ochilish, 2 qavatli oynaga chiqqan. Hammasining tagida mramor padagonnigi bor. Narigi tomonni ko'rsatamiz. Bu yerimizda jami korpusi 19 ta korpus. Shuning ichidan 6 tasi porchka holatida. Porchkalar ham qaychi mexanizmiga o'rnagan. Shunday holatda. Bu yerda bitta eshigimiz bor. Bunga ham o'sha chift quloq o'rnatilgan, bitta tomoniga chift quloq bilan chiqarilgan. Shtobi eshik titramasligi uchun, moshina turishi uchun. Mana shunday holatda. Bu yerda ham padagonnigimiz bor. Bitta tomoniga o'sha 5 santimetrlik quloqlik qilib chiqarilgan, bitta tomoni tekis mana sayqallab chiqarilgan, tekis holatda. Bu yerda ham bitta ochilishimiz bor. Mana shunday holatda. Bu yerda banyana eshigi bor. Bu ham Akfa profildan ichkaridan bekiladi xolos bu banyana eshigi. Porchkalarimiz 50 ga 60lik porchkalar. Mana shunday holatda mexanizm yordamida ochiladigan holatda. Hop, bu tomonimizda yana bitta katta derazamiz bor. Bu 2,5 ga 190lik deraza. 4 ga bo'lingan, pastda o'rtada ikkita ochilishli. Ochilishi ham katta. Kichkina emas. Qanotlari ham o'sha baquvvatligi uchun bemalol katta ochilish qilingan. Bu ham 2 qavatli oynaga. Tagida tosh padagonnigi bor. Tosh padagonnigi ham bitta bosilgan, seli. Chok tushmagan. Mana shunday holatda. Ochib qo'yganda tekis bo'ladi, odamga xalaqit bermaydi. Buni bu tomondan qilganimizda bunday bo'lib qolardi. Xonani o'tish holatida mana kichinayadi deb turib, o'rtadan ikkita qilingan. Ikkala chekkadan emas, bunday qilib qo'yilganda xalaqit bermay turishi uchun. Mana tosh padagonnigimiz ham mramor desak yaxshiroq tushuniladi. Mramor ham chok tushmagan, bitta seli holatda o'rnatilgan. 260 ga o'rnatilgan buni, chunki ikkala tomonda 5 santimetrdan qulog'i bor, mana bu narsa chiqib turgan. Bu 8 qo'yilgan, u kelajakda bitgandan keyin 5 ga aylanib qoladi o'zi. Bu yerda bitta banya eshigimiz bor. Oynalari mokri. Bu ham ichkaridan bekitiladi. Ichkarida porchkamiz ham bor. Bu yer montaj bo'lmagan, qorong'i, ko'rinmasa kerak. Hop, buni jami 28 million 300 mingga qilib berganmiz. Jami summasi shu holatga chiqqan 2 qavatli oyna, tosh padagonnik, Akfa profili, Neo profilidan yasalgan bular. Mokri antrazit rangdagi. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan holat obyektimiz shulardan iborat. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.